Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugun biz sizlarga yana bir yaxshi arzon joydan videolarni qilib boramiz. Akalar videolar tomosha qilib boring, sizlar uchun xizmatdamiz. Narxlarni juda ham arzon holatda ko'rib turganlaringiz, yaxshi joydan, tekis joylardan mana. Sifatlari a'lo daraja. Qotoqlar ham chiroyli terilgan mana. Mahsulotlarimiz ko'rib turganingizdek tartib bilan joylangan. Ko'rsangiz havasingiz keladi. Buni ko'rgan odam uyqu bor ketadi. Akalar arzon yog'och qidirib yurgan, uy-joy quraman deb yurgan akalarim uchun bo'ladi video. Musofirda yurgan akalarim narxlar bilan tanishishga mana xudo xolasa yana bir sizlarga qulaylik bo'ladi. Narxlarni tanishasizlar. Uzoqdan turib ham bu akalarimizga dastlabki xizmatlari bor deyapti. Buyurtma bersalaring, yetkazib olib borib berish xizmatlari ham bor ekan. Bu joylarimiz mana Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida joylashgan Tera bozori. Teralar hammasi bizda birinchi qo'l optim narxlarda. Keling, yaxshisi men hozir sizlarni chaqiraman. Yana bir qator batafsil narx-navolarni tanishtiradi. Videolarni ko'rib boring, narxlar sizlarni birgalikda tanishamiz. Xonali, bu Xormut. Keling, bir narxlarni tanishtiraylik bu akalarimga. Boshdan assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Saodat Xurmonga baraka. Ilom. Qalay bozorlar? Yaxshimi? Bo'layaptimi? Ilom barakasini bersin. Nimadan boshlaymiz? Nech metrlik bu? Aka bu 4 metrlik ayvon to'sinlar bular. 4 metrlik ayvon to'sin. Ha, yonidagilar. Bular uy to'sin. Mana akalar ko'rib turganlar tekis holatda. Bular mana Chiqarishdan ochiq. Bular 80 ming so'm aka. 80 ming so'm, 60 ming so'm. 60 ming so'm. To'rani baquvvatlari mana, 4,5 to'sinlar. 4,5 metrlik baquvvat to'sinimiz. 100 ming so'm aka bular. Qarang, bizni akalarimiz hammasi uyim joyimda yurgan akalarda, shularga bo'ladigan kelishtirib narxni ayting, shtobi ko'rib maza qilsin, bitta telefon qilib, aka oldim deb borsin. O'shaning uchun bo'ladigan arzon qilib berdi biz akalarga. Nech pul? 100 ming so'mdan mana. 100 ming so'mdan. Bexijolat olib ketsaveradi. 100 ming so'mdan oxirini qadalgan narxi. Bu nech metr? Bu ham o'shandanmi? Bular ham 4,5 metrlik. Bular 85 ming so'm, 90 ming so'm sotilyapti. Aha, nech pul qilib beramiz? Bular ana bora sizni klientlaringizga 85 ming so'mdan qilib beramiz. Mana akalar 85 ming so'mdan bizni obunachilar uchun narxlar mana bomba holatda. Bular sarobli aka. Yo'q, bular mana 4,5 to'sin metgacha 4,5. Ha, bular 4,5 to'sin hammasi. 3 ta pashga 4,5. Sarobimiz boshlanadi 6 metrlik. Mana akalar ko'rib turganlaringiz mana qotoqlar ham juda ham sifatli holatda mana. Tagigacha bor ko'rsatdim mana. Ingichka emas, yo'g'onligi juda ham yaxshi holatda. Xudo xohlasa 4,5 to'sin. Bularimiz 6 metrlik a? Bular 6 metrlik chiroyli saroblar. Chiroyli sarob 6 metrlik. Ba'zi 60 mingdan qo'yaveramiz obunachilaringiz. 60 ming so'mdan bir boshlangan akalar mana 6 metrlik sarob. Buni akalar misol tomni uzun yopaman degan akalar uchun bo'ladi bu video. Bu maydasi yoqmagani bo'lsa qolaveradi shu yerda. Mana bu ham bitta dangali, maydasi mana yoqmagani qolaveradi deyapti. Bularimiz nima? Bu aka 4 metrlik 12 ga oqargan to'sinimiz bu. To'sin quritilgan, ha? Ha, quritilgan ko'ktera. 100% ko'ktera. Kalifor yo'q. 80 ming so'mdan bular. 80 ming so'mdan? Ha. Yaxshi. Bu ara tegan ikki tarafiga 12 ga oqargan. Bular 5 saroblarimiz aka. Bular 35 ming so'mdan aka. 5 metrlik saroblarimiz 35 ming so'mdan. Yoqmagan qing'ir qishig'i bo'lsa qolaveradi, o'tinab qolaveramiz aka. Qarang, buning ichida kalifor bormi, yo'qmi? Rost gapirgan. Kalifor bir dona yo'q. Ana akalar, xudo's kalifor yo'q. Yaxshi holatda, sifatli yog'ochda mana ko'rib turgan o'zi tanasi ham aytib turibdi mana beg'ubor, xudo silliqqina, chiroyligini, bo'ybasi ham chiroyli, tekis holatda. Endi yonma bari chopni yetadi, iloji yo'q, qo'y ekanda. Kalifor topib olsa bepulga beramiz. Ana akalar, kalifor xudo topilib olsa bepul ekan bag'ir. Bularimiz-chi? Bularimiz to'g'ri sarob hisoblanadi. Bular 35 ming so'm, 40 ming so'm. 35 ming so'm, 45 ming so'm. Kelishilgan holatda bular. Endi akalar, bunday narsa kelasizlar, 100 ming ko'rishib, ustida yana bir yangi kelishgan joylari bor ekan, xudo xohlasa. Kelaveradi. Nomerlarni keyin video oxirida qo'yib qo'yaman. Telefonga yozib. Starapilimiz aka mana. 4 metrli starapil. 25 ming so'mdan bitta joyga. Qarang ekan, misol Farg'onani
Biron joydan telefon qilib, uka, dastlabki xizmatlar bormi desa nima deymiz? Bormi? Bor, yengilroq qilib gaplashib beramiz. Bo'ldi, xudoga gaplashib berilaverar ekan. Bu akam o'zlari yo'q ekan. Bilamiz. So'rab, necha metrlik? Bular 6 metr. 6 metrlik. Bular 35 ming so'mdan. 35 ming. Qadalgan narx 35 ming so'mmi? 35 ming. Sizni klientlaringiz bo'lsa kelib olib, shu kanaldan ko'rib turib keldik desa, chipta bonuslari bor. Bizning obunachilar uchun dicha bonus qilib bermasangiz bo'lmaydi. Ismi rasmi shunaqa. Bularimiz-chi? 30 ming so'm 5 metrligi. 5 metrlik 30 ming so'mdan. 3 metrli to'sinlari. 3 metr to'sin. 40 ming so'm. 40 ming so'mdan. Baquvvatgina. Xudoga yukni bemalol bexijolat ko'taradi. Vassalar bor. Vassalarimiz bu shtugbaymi bular aka? Bular shunday. Donaga necha chiqadi bu? Donaga 2,5 ming so'm. Dona 2,5 ming so'm. Tagi bor, chiqarib berilaveradi. Ha, tagi bor. Kvadrat bo'lsa kvadratni ham kelishib beraveramiz. Akalar mana 4 6 metr metrlarni olib qo'ying. bo'ldi mana. Bu 6 metr to'sinmi? Bular to'sin aka. 6 metrlik. Nech puldan bular? Bular 180 ming so'm qilib beramiz. 180 ming. Yengillating jicha. Kelish olsa yengillatib ham Bo'ldi, kelishadigan joylari bor ekan. Kelaverasiz, ustiga gaplashasizlar. Bu 5 metrlik. 20 ming so'm mana 5 metrli to'sinlar. 5 metrlik. 5 metr. Bu nech puldan? Bular 120 ming so'm. 120 ming. Kelishilgan holatda sotiladi. Akalar yana bir orqa tomonga ko'z tashab qo'yadi. Mana qalinligi yaxshi, juda ham unaqa emas, ingichka emas. Puliga yarasha mahsulotlar. Chunki bu akalarning hammasi ko'k kerak, kalbur aralashmagan, baquvvat, ham qurib qolgan o'sha pashta. Bularimiz-chi? Bulardan 5 metr baquvvat to'sin. 130 ming so'mdan 5 metrlik baquvvat boy to'sinlarimiz. Boy to'sin. Maydasi yo'q. 130 mingdan. 130 ming so'mdan. Kerak bo'lsa mana men o'zim aqlim yetadi. Kerak joydan egasi 130 ming bermaydi akalar. Baquvvat yirik holatda mana boy to'sin. Bepligiga ham bitiraylar. Mana bu akalarni ehson qilishib o'rgan ekan. Ko'rib turganlar mana kerak bozorimiz. Chiroyli tartib bilan joylangan, ko'rib havas qiladi. Xudosi qilish qilaman akalar uchun yaxshi bir joy, yaxshi variant. Bu kelib, ko'rib, ustida yana bir gaplashaveradi deyapti Xudo xolasa. Endi bu akalarimizni qo'ygan maqsadi programa ichida yarim tayyor holatda ekan. Sarabirga kerak bo'lsa chiqarib berilaveradi deyapti. Pastda nomerlarni qoldiraman, telefon qilib aloqaga chiqib, yana bu o'zlari bilan gaplashaverasizlar. Akalar, kanalga obuna bo'linglar, podpiska bosib, kommentariya o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.